Kimningdir qalbiga nogahon kirib, kimningdir yeriga Makkayi ekdim, lekin boshqa yerdan so'tasin terib, xulqi osmonlarga boshimni egdim. Shunday ekan hayot yashamoq tarzi, iymon e'tiqoddan yo'q ekan darsi, qalbi nopok qadri yuksalgan ba'zi fe'li yomonlarga boshimni egdim. Bizni chuv tushirib, o'zin oqlagan, o'zining dumog'in mudom choqlagan, oyoq qo'limizni mahkam bog'lagan o'shal shaytonlarga boshimni egdim. O'zing kechirgaysan yaratgan Alloh, o'zimga bilmayin qazib qo'ydim choh, qimmatli vaqtimni ketkazib nogoh, qadri arzonlarga boshimni egdim. Onamni sog'inib tunlarim bedor, kunduz kunlarimda xastaman bemor, termulsam to'rtta tomonim devor, nochor xayollarga boshimni egdim.